Assalomu alaykum, shogirdlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun bizning birlikda ko'makchi bo'lgan kitobimiz. Mana ko'z oldinglardagi mush kitob. Bu yerda bir uy turibdi. Bittadan chiroyli ichilib ketgan gullar bor ekan. Bir omoq bir uy ekan. Uyning derisining sirtidagi takchisida qip-qizil ichilib ketgan gullar bor ekan. Bu yerda bir mushuk qarab turibdi. Hamda bu kitob nima kitob ekan desanglar? Bu kitobning ichida bizga so'zlab bermoqchi bo'lgan mazmun. Bunun temisi nima ekan desanglar? Kimning uyidir bu? deb. Shuni qana har xil o'ylanib ko'rsatib, shuni bizdan bu kimning uyi deb so'raydigan o'xshaydi. Buni birlikda ko'rib boqamdik. Boshlaylik. Başladık. Bu bir güzel ekan, gullar ichilib ketgan. Bu ko'dolama manasini Şundan bir tüşük duruptu şundaq. Başdaq tüşükning ichida zot kim yashaydigandu? Ya'misi albatta odamlar bundaq yerda yashamaymiz. Odamlar o'zimiz yashaydigan yerlar bunga o'xshamaydi. Shunga buni ma'lum bir hayvonot yashamdikin deb faraz qilsak bo'ldi. Mush tüşükning ichida qaysi hayvonot yashaydigandu? deb bizdan so'raytibdi. O'ylab qilinglarchi, qaysi hayvonot yashaydiganda endi bu Behmi yoğan önkür emasken, ha? Kichikroq tüşükkan. Qanday hayvonot yashaydigandu? O'ylab qilinglar. O'ylab bilalasanglar, qanday o'ylagan bo'lsanglar, menimcha pala hayvon yashamdikin deb baqsanglar bo'ldi, ha? Andan keyin men açsaq, ichida haqiqiy amaliyotda nima borligini bizga deb berdi. O'ylaganimizga o'xshash chiqamdikin, ha? Açtıqamsa, can. Nima ekan? Toshqan yashaydigan, ha. Toshqan chiqib, men yashaydim, debdi. Oyadi, toshqan baldiri bormi? Shu amaliyot uyi, ko'rolama, men toshkular, toshk o'xshaydi. Yiroqdimi ko'z qo'yibdi uyini. Yiqinaladimi? Uydan chiqib turgan altini ko'z qo'yibdi. Demak, bu uy toshqanchaqning uyi ekan. Endi keyin yashaylar. Endi kimning uyini ko'z turganda? Adamlar turibdi. Oyada to'saq bor ekan, to'saqning ichi tarafida bir hayvon yashaydigan o'xshaydi. Odamlar sirtida ishchi qarab ko'rayotganini qaragan chog'da bu hayvonotlar bog'chasida qilib turdi. Bu hayvonotlar bog'chasidagi qafasning ichida yashaydigani qanday hayvonotdi? Menlar biza tunishchiroq ko'rinadi menga. Oldingi qitimqi bizning birlikda ko'rgan rasmli kitobimizda Yilqichim bilan Sariniki hayvonotlar bog'chasiga berib boshlab tushlik tomoq bergan. Şu bir resimli kitap attığı birlikte ko'rganimiz. Shuni olmuşduq. Samallar o'ylarining ichilarigacha samallar yeyitilgan bir qafas vardı. Ashning ichidan tushlik tomoq berganda qaysi hayvon chiqqandi? Esinglardimi? Esinglarda bo'lsa, deb yiqinglar. Endi ko'rib boqaylik zot qaysi hayvon bor-da? Pil ekan. Naq shu rasmli kitobdimi? Pil chiqqanda. Mana. Bunun adı şu. Aş pil çıkıptı. Bunun bir valdık. Endi kaynağa gideyle. Endi qaysi bu? Bu bir omaqqina bir uy ekan bu. Etraflarida gullar, nima degan güzel bularning mahallasi. Ma uyni ko'rib boqqaninglar bormi? Karton filmlarda televizorlarda ko'rgan vaqtlarimiz bo'ldi, ko'proq. Mushtaq yasalgan uylarning ichidan, ma uyning ichidan nima chiqadigandir zodi. Ko'rganchilik qilyapsizlar, bilganlar deb yiqinglar ovozinglarni chiqarib. Ish boqimiz sizlar uning o'ylaganinglarga o'xshamkin. Nima ekan bu? Harlakan, ha? Hasanlardir o'xshamaydi. Voy, qaranglar chiqdi bir yerga uchib mangibdi. Balkim hasanlik qilmanga o'xshaydi bular, ha? Nayt aldirashlik bilan hammasi o'xshash yo'llanishga uchaytibdi. Mana. Hasanlarning uyi ekan. Bu hasanlarning uyini biz har kuniki deymiz. Hasanlarning uyi deb atamaymiz. Har kuniki. Kunak deymiz. Harlar yashaydigan uyini har kuniki deymiz. Keyin ish baqaylamdi. Voy, bu yerda bir uy turibdi. Bu uy nerede? Daraxt shoxlarining ustida ekan, ha?
Buni ko'pinchanglar bilishinglar mumkin, ha? Nimada bu? Daraxt shaxlarining ustida turgan bu uyda zodi kimlar? Qaysi hayvonotlar? Mayli, bilsanglarda o'ylab, qanday o'ylagansanlar, o'ylaganinglarni topaqsanglar bo'ldi. O'ylaganinglarda hech chiqamdikin. Ish baqamdiq, tayyor bo'ldinglarmi? Nima ekan bu? Qushning uyi ekan, ha? Qushning uyini biz qush uvisi deymiz. Bu qush uvisi ekan, ha? Qushning uvisida umoq 3 ta qush bolasi bor ekan, ha? Apsi ayada og'zida bir qurutni tishlab turibdi, yana balalarga yemaklik gapiribdi. Bu 3 bolasi hammasi og'zini ichib, "Apa, menga bering, apa, menga bering" deb. Yemakchi bo'lib qo'shilib og'zini ichish bir katta. Demak, bu qush uvisi ekan. Qush uvisida qush yashaydi ekan. Qanish boqaylar. Buni bilib oldinglar qachon? Mana qaranglar. Bu nimaning uyida qilib turdi? Bu bizning uylarimizda ma'lum bir narsani boqadigan chog'da. Bo'shliq ichida ma'lum bir narsani boqamiz uylarda. Ko'rdinglarmi? Nimada qilib turdi ish boqamdiq? Bildinglarmiki? Nima ekan? Beliq ekan, ha? Ikki tal yo'g'on beliq bor ekan buning ichida. Buni biz beliqdan deymiz. Beliqlar odatda sirtlarda, tabiatda yashagan chog'da, ko'llarda, daryo, eriqlarda, dengiz, okeanlarda hashta xayollar yashaydi. Bu bo'lsa uyimizda armak hayvon sifatida uyimizda boqqan vaqtimizda mana shundoq beliqdan bo'lsa boqamiz. Buni biz beliqdan deymiz. Endi keyin ish boqaylik. Voy, bu nima bo'ldi? Buni yo'g'on ko'z tutdi. Amaliyoti bu, men turgan 5-chilik narsa shu, ha? Buni ko'rib boqqaninglar bormi? Bilib oldinglarmi? Nimaning uyi ekanligini? Mush narsaning ichida zodi nima yashaydigandi? Ko'rib boqqandik birlikda. Nima ekan bu? Qulol ekan, ha? Yerda turibdi. Men yo'g'on ko'z qo'yibdi. Bu qulolini mushning ichida dumbisiga mush narsa bor. Bu qulolninki qipi deymiz mencha. Qulol qipi, qulol mushning ichida yashaydigan bo'lg'achqa qulolning uyi hisoblanadi, ha? Xatarlik bir narsalardan qo'rqasa shoxliq bosh qipining ichiga tugilib oldi, ha? Mana bu qulol qipi. İçide qulol yashaydi. Kaynish boqaylik, kaynimki. Bu nimadu? Men bir kichik cho'katga ayron qilib, bu nimadu deb qiziqib buningga nimligini uqqamay qarab qolganda qilib turdi. Nimadu bu bilamsizlarki, ko'rib beqinglar. Bir mundoq o'simlikning shexiga ching yo'galgan bir narsa qilib turdi. Mushuning ichidan nima chiqadigandu, buning ichida nima bordu deydi. Bizga o'xshash mochiketgimi qiziqib qarab turibdi. Bu nima deyman, buning ichidan zot nima chiqadi deb. Ish boqamda qansa o'ylab ko'nglingizni o'ylaganinglarni deb beqinglarsizlarmi? O'xshash chiqqan ekan. Boshlandi. Nima ekan bu? Behmi güzel kepinekdan bir chiqib qaranglar. Chiqib uchirib ketib ketganlarmi? Nima degan güzel bu kepinek? Kepinek chiqibdi bundan. Demak, bu nima ekan desanglar? Kepinek qurutining g'o'z ekan. Kepinek quruti o'sha kepinekka aylanish uchun o'zini mutlaq shoxlarga kepinek g'o'zi qilib mutlaq o'rib oldi. Andan keyin ichida kepinek yetilgandan keyin qanotlari chiqib, uchurum bulg'alat kelib kepinek yetilgandan keyin g'o'zakni yerib kepinek chiqdi. Mau chuketga sonadimi, abi qarab qolgan nima bu, buning uchun nima bo'ldi deb. Yerib chiqib tush kutib. Mana keyin uy topdi qaranglar. Kepinek g'o'z ekan-a, kepinek chiqibdi ichidan. Endi mana keyin ish boqaylik. Voy. Bu bir uy ekan-a. Ko'rdinglarmi? Bu yerda suv chiqadigan turbi bor ekan, uzun, shilyanka deymiz mana.
suni jiroq yerlarga yetkazish uchun uzun shilyanka. Mayada turayotgani nimada bu, ha? May qachilaydigan nimasimekin deb o'yladim men. Şomuş uyning ichida bir nima bor o'xshaydi. Bu uyning ichida zaten nima bordu? Ko'p boqqandiq. Ma bir xilda xizmat kiyimini kiyib olgan bir odamda qilib turdi. Qanday ish baqaylimi? Chan. Mashina chiqibdi bu edi, odatda bunda kiyimlarni kiyib mashina remont qildiganlar bor. Ko'p boqqanlar bormi? Ama belki mashinalarni yuvib tozalaydigan qishlatlar o'xshaydi. Mush mashinaga may qachilab mang'izdiq odatda mashinalarga. Shu may qachilaydigan narsa o'xshaydi. İçinden bir mashina chiqibdi. Mashina qo'ydigan uy ekan bu. Keyin baqaylamdi. Buni ko'rib oldik. Voy, bu texim yo'g'on bir uy ekan bu. Eshiklarim tozimi kengri yo'g'on ekan. Bu uyning ichida nima bor demdi? Qaranglar, bu yerda paraxodlarda bir nimalar kelgan o'xshamamdi. Toza yo'g'on somkalarni, chamdonlarni ko'tarib bularning nimalar eg'ir ekan somkalar. Bu yerdan birsilari bor ekan chamdon. Nima somkalarni ko'tarib ketib olgan. Bu yerda bir to'p kishilar bor ekan, bir oila kishilarmikin. Kelinglarmi? Bu yerda birsilari xo'shlashibdi, "Hay xo'sh" deyibdi, "Xayr xo'sh" deyishibdi. Şunu qaraganda bu kishilar bir yerga mangmoqchi o'xshamamdi sayohatga. Bu yerda kran mashinasi bor ekan. Kran mashinasimi bu nima qildigan mashinada ish qilib ustida yuk taxlabada qilib turamdi qandaq. Ko'rib baqaylar, buning ichida nima bordi? Chan. Aeroplan bor ekan. Shuning uchun bek yo'g'on ekanda, qanotlarimi yo'g'on bo'lgan ekan, kengri bo'lgan ekan. Toza yo'g'on bir aeroplan uy ekan bu. Mush aeroplanga chiqib sayohatga bormoqchi bo'lgan kishilar o'xshaydi bu. Aeroplanning uyi ekan. Endi keyin ish baqaylik. Bunu xeli tunishchilar ko'rinatamdi. Ma yo'llarni ko'rib tunaysizlar qachon, ha? Nima yo'llar bu? Baldoq turgan. Ashundaq bir yo'lda kerak qildigan bir nima turgan o'xshaydi mening ichida. Buning ichida nima chiqadigandir zodi. Mayaga seyrahatga kirishga bo'lmaydi deb biz qo'yibdi. Shuni qaraganda xatarlik o'xshaydi, kirsa bo'lmaydi o'xshaydi. Bildinglarmi? Buning ichida nima chiqilish mumkin? O'ylab qo'yinglar. Ish baqaylar lekin o'ylaganimizga o'xshash chiqarmoqchi. Açtık. To'g'ri sizlarmi? Poyezd ekan, ha? Poyezd deganimiz mana mushtaq temir yo'lda mangda. Poyezd chiqibdi, poyezd temir yo'lda mangdi mana. To'g'ri tepapsizlarmi? Buni ko'rdik, endi keyinga boqaylik. Nima bor? Voy. Bu kitobning muqovasida, kitobning teshida ko'rgan uylik. Shu uy shu ekan, mana ko'rdinglarmi? Men bir mushuk uxlab ketibdi, derizning sirtidagi tekchisida gullayapti. Mushtaq omoq bir uy edi, men gullayapman. Bu uy kimning uyidi? Bu uyda kimlar yashaydigandi? O'ylab qo'yinglar. Ish baqamdiq? Erishki. Voy. Ko'rdinglarmi? Kim bor ekan ichida? Aksinglar ekan, ha? Derizini ichib biz yashaymiz bu uyda debdi so'ngisning qo'lida kichik pilqonchig'i bor ekan, ha? Yaxshi turdinglarmi? Assalomu alaykum. Bu uyda aslib biz yashaydik debdi. Odamlar yashaydigan uy ekan bu, ha? Oma bu ekan, ko'rdinglarmi? Ashta qilib, bular jin bilan sarishumi nima? Shular yashaydi ekan. Mana keyin yana bormi? Voy, tugabdi bu kitob. Shuning bilan har xil uylarni, uyda nimalarning, kimlarning, qanday hayvonot, qanday hasharotlarning o'tirganligini bilib oldik, ha? Bir aslitamdi. Kim yashaydi, qanday hayvon bor deb, kichikda shuning ichida. Esinglardimi? Deb biqinglar. Qish qancha xavotda? Deyaldinglarmi? Uchu, haliqi
turbu su yuydigan yeri bor demeydi. Mayqachalaydigan narsa nima degandim. Bu oyning ichidan nima chiqdi? Deb beqinglar. Mashina chiqdi, ha? Esonladimi? Bu nimati? Bu bir narsa chiqqan ichidan. Hərlər chiqqan, əsərlərləri. Bunu biz hər küniki degandik. Endi mavcu bo'lqi daraxtning ustidagi 3 tal umaq apskas og'zini ichib ketganlar nimati? Qushlar yashaydigan qush uvusdi. Endi mavcu yo'g'on uy. Kishilar sayohatga bir yerlarga boramiz deb ig'ir sumkalarni ko'tarib kelgan deysizlarmi? Bu uyning ichidan shu nima chiqqan? Aeroplan chiqqan, ha? Ondan keyin bu uy. Bu en ahırda çıktı o ma uy, deysizlarmi? Derisini içib, "Assalomu alaykum. Bu uyda biz yashaydik" deb aksinlar chiqqanda odamlar yashaydigan uyga. Mavju oldidagi temir yo'llarni tundinglarmi? Bu uyning ichidan nima chiqdi? Poyezd chiqdi. Lekin mavju cheketga hayron qilib kaynida qo'qib kendimi koygan esinglardimi? Bu kepinek g'oziki, bunun ichidan kepinek chiqdi, chiroyli, go'zal kepinek chiqib uchib ketdi, ha. Mavju mana mening uydi, yugmash. Bunun ichidan chiqqan nima bo'lgandi? Qululi bo'lgan, ha. Qululining uydi bu. Qululi kepi deymiz. Bunun ichida qulul yashaydi. Mavju esinglardimi? Uylarda nimani baqqan chog'da buni ishlatdik. Beliqdan degandik, ha? Beliqdan chiqqan, beliq chiqqan to'g'ri. Andan keyin mavju kishilar kichik bolalar, cho'nglar sirtda turib, o'sha ishchi qapazning ichiga nimani qo'ygandi? Buning ichida samallar to'ldirilgan yerlarga samallar yeyitilgan bir yerda yashaydigan nimati? Pil chiqqanda, bu yerda pil yashaydi ekandik. Mushtaqchiq uylarini bunun ichida nimaning yashaydigan, nimaning turadigan, nima narsaning borligi deganlarni bilib oldik, ha. Shunda qilib, bugun ko'makchi bo'lgan kitobimiz mana o'sha yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh. Allohga omonat.